Это Коля Базар. Как мы сейчас с другом едем, Открбай. Он как на русском, да-да, потом чуть-чуть не знает. Бабушка, помогите, помогите. За это на узбекский язык перейдем. Ana bo'lmasam O'tkirjon, mana hozir ketyapmiz. Soatimiz 5 dan 50 minut. 6:20, 6:22 danmi nechida bugun? 6 bugun adashmasam 10da yo 11da yo 12da bo'lsa kerak. Yo'q. Men cho'ta bo'lmasa menda anisi bor edi. Ro'za ochadigan iftorlik vaqti bor edi, qog'oz noto'g'ri ekan. Bu og'aynimizning mashina. Как ko'ryapsizlar, orqada yozib ham qo'ygan, qo'qqan qurt. O'zi eng katta avtomobillardan. 27 ta ekan bu. 27. Mana yo'l kaksigida bugun probka. Hech bunaqa bo'lmagan. O'tkirjon. Mana qarangda, hozir masalan ko'p odamlardan gumanitarniy savol tushyapti-da. Eshityapsizmi boybo? Mana iftorlik. Masalan, iftorlik deganda bu qaysi vaqtda bo'ladi bu iftorlik? Endi bu o'shani bir aytsangiz, bu ham ham eshonboni urg'oymoqlardan bo'ladi. Bizda bir eshonbo bor. Voch eshigingni. Да, трудновато ходим. О, вот, мы сейчас на пробку попали. Очень страшная пробка, друзья. Mana Qo'yliq bozor. Biz bozor ko'rmaganlar. Va ukamiz saloncha gapirishga anolar. Bunga hozir masalan iftorlik payti yoqmayapti, to'g'ri. Agar masalan hozir bir telefon qilib bir 10 tonna, 11 tonna qurt so'rasangiz, gapirib beradi. Pul kimlarni gapirtirmagan deydi, to'g'ri, shundan kelib chiqadi. Bu do'stlar, biz mana yo'ldamiz, ketyapmiz mana.